2027 yilgi Chevrolet Tracker zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va yuqori darajadagi qulaylikni birlashtirgan yangi avlod kompakt krossoverlardan biri hisoblanadi. Chevrolet ushbu modelni yanada mukammal ko'rinish, kuchli xavfsizlik tizimlari va zamonaviy multimedia imkoniyatlari bilan taqdim etdi. 2027 Tracker oilaviy foydalanish, shahar haydovi va uzoq masofali sayohatlar uchun birdek mos bo'lib, iqtisodiy yoqilg'i sarfi hamda qulay boshqaruv xususiyatlari bilan ajralib turadi. Yangilangan tashqi ko'rinishi, LED optikasi, sport uslubidagi radiator panjarasi va aerodinamik kuzovi avtomobilga yanada premium ko'rinish bag'ishlaydi. Old qismida yangi LED faralar, kunduzgi diril chiroqlari va qayta ishlangan bamper joylashgan. Yon tomonda 17 dyumli zamonaviy qotishma disklar, qora tom relslari va kuchli kuzov chiziqlari avtomobilning sport ruhini namoyish etadi. Orqa qism esa yangi LED fonuslar va zamonaviy dizayndagi bagaj eshigi bilan yanada jozibador ko'rinishga ega. Ichki salon sifat va qulaylikka alohida e'tibor qaratilgan holda ishlab chiqilgan. Yumshoq materiallardan foydalanilgan panel, raqamli instrumentlar paneli va katta sensorli multimedia ekrani haydovchi uchun barcha ma'lumotlarni qulay tarzda taqdim etadi. Apple CarPlay va Android Auto simsiz ulanishi, Bluetooth, uz portlari, Wi-Fi va OnStar xizmatlari avtomobilni haqiqiy aqlli suv darajasiga olib chiqadi. Yuqori komplektatsiyalarda panoramali lyuk, simsiz telefon quvvatlash tizimi va premium audio tizimi ham mavjud. 2027 Chevrolet Tracker 1.0 turbo va 1.2 turbo benzin dvigatellari bilan taklif etiladi. 1.0 turbo dvigatel taxminan 115 ot kuchini, 1.2 turbo esa 141 ot kuchini ishlab chiqaradi. Har ikkala dvigatel to'g'ridan-to'g'ri yonilg'i purkash texnologiyasiga ega bo'lib, 6 pogonali avtomatik uzatma bilan birga ishlaydi. Yangilangan stop-start tizimi yoqilg'i tejamkorligini yanada yaxshilaydi va shahar harakatida samaradorlikni oshiradi. Osma tizimi yumshoq va barqaror harakatlanishni ta'minlaydi. Elektr rul boshqaruvi yengil va aniq ishlaydi. Diskli tormozlar, ABS, ESP va tortish nazorati tizimlari avtomobilning har qanday yo'lda ishonchli harakatlanishiga yordam beradi. Xavfsizlik borasida yangi Tracker A sinfidagi eng ilg'or modellardan biri hisoblanadi. U 6 ta xavfsizlik yostiqchasi, avtomatik favqulodda tormozlash, piyoda va velosipedchilarni aniqlash, bolakda ushlab turish assistenti, kor nuqta monitoringi, orqa kamera, old va orqa park sensorlari hamda shinalar bosimini nazorat qilish tizimi bilan jihozlangan. Ushbu yangilanishlar 2027 modelining eng muhim afzalliklaridan biridir. Bagaj hajmi kundalik ehtiyojlar va oilaviy sayohatlar uchun yetarli. Orqa o'rindiqlar bukilganda yukxona hajmi sezilarli darajada oshadi. Yangi sozlanadigan yukxona pol qavati yuklarni joylashtirishni yanada qulay qiladi. 2027 yilgi Chevrolet Tracker tashqi dizayn, zamonaviy texnologiyalar, kuchli turbo dvigatellar, tejamkor yoqilg'i sarfi va ilg'or xavfsizlik tizimlari bilan o'z segmentidagi eng jozibador krossoverlardan biri bo'lib qolmoqda. Agar siz zamonaviy, ishonchli va oilaviy suv izlayotgan bo'lsangiz, ushbu model siz uchun juda yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Ayniqsa, yangi avlod haydovchi yordam tizimlari, kengaytirilgan OnStar imkoniyatlari va yangilangan multimedia funksiyalari 2027 Trackerni avvalgi versiyalarga nisbatan yanada mukammal avtomobilga aylantiradi.